Oling mehmon. Rahmat xolajonim, mehribonim. Xola? Men siz o'ylaganchalik katta emasman. Hazırlashyaptilar. Gulnor opa, sizlar ovqatni harakatini qilaveringlar. Xo'p. Rahmat. Bu sizlar yordamchinglarmi? Shunaqa. Ancha yillardan beri shu yerda ishlaydilar. O'z opamdek bo'lib qolgan. Ha, zo'r. Shunday sharoit, shunday uylar. Voy Samira, ne ketib qoldi ekan hayronmanda. Hozirgi yoshlar shuda. To'qlikka sho'xlik qilishadi. Bilmadim. Lekin Samira unaqa emas. Aboja? To'g'risini ayting, sevasiz uni? O'zi boru. Mana shu kattalar uyda bo'lsa, ular bilan sekin gaplashib, maslahatlashib, sizlarni bir yarashtirib qo'ymoqchi edik-da. Yosh kuyov endi alohida yashash endi. Umuman to'g'ri kelmaydi. Yarashmaydi sizlarga. Uydagilar bugun kech kelishadi. Oyimni ham ko'rdingiz. Shoshib chiqib ketdilar. Men bekorchiman-ku. Shu yerda bo'lib turaveraman. Shunaqa deng. O'zi men ham xotinim bilan nuqul urushganmiz. Keyin yana yarashib ketaveraman. O'zi boru umuman mensiz yasholmaydi. Doim miyamni qotiraveradi-da. Nega yaxshi ko'ramiz bir-birimizni. O'zi ko'rib turibsiz, kelishgan ko'rkam insonman. Ha. Sizga o'xshagan erkaklar hozir juda ham kam. Ha, shunaqa-da endi do'stim. Noto'g'ri ma'noda tushunmang. To'g'ri ma'noda aytdim. Ha, bemalol. Men o'zi hamma narsani to'g'ri tushungan bo'lib qo'yganman o'zi boru. Xudo bo'yi gap yo'q lekin. Uyda lekin zo'r quribdi-da. Ha, shunaqa. Qara, mana munosib bo'ladimi? Spektakl sahnasini yangilardik. Ha, olaver. Nima kerak bo'lsa hammasini olaver. Ha. Ha, nima bo'ldi? Namuncha tikilib qolding? Mana ko'ylakni qara, chiroyliligini. Qani? Shu ko'ylak yoqib qoldimi senga? Juda ham chiroyli ekan. Lekin narxi qimmat ekan. Hozir bu ko'ylakni olsam, keyin kontraktimga yetmay qoladi. Mana qizim, uyingga ham yetib keldik. Keldik. Lekin dada oyim bilsalar. Qizim, men senga tushuntirdim-ku. Oying bilan o'zim gaplashaman. Endi seni haqiqiy uying shu. Eringni oldida bo'lishing kerak. Xo'p. Siz nima desangiz shu. Faqat siz ham men bilan kiring. Kiraman qizim. Meni boshimni egmaganing uchun senga rahmat qizim. Qan? Yur. Devorni qo'yib yuboring, ushlamang. Qani? Samira! Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. O'zingiz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qizim, siz yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Akbarning shifokorimisiz? Ha, men Akbarga qarayotgandim. Qachondan buyon bu yerda ishlayapsiz? Sizni oldin ko'rmagandim. Men kechadan ish boshladim. Xo'sh, natijalar qalay? Ha, boshlanishiga yaxshi yomon emas. Xudo xohlasa Akbar tuzalib ketadi. Unday bo'lsa yaxshi. Akbarjon, siz uchun xursandman.
Oh, ahvol. Samira, endi men tashlab ketmaysanmi? Yo'q. Endi Samira sizga yordamlashadi. Hammasini boshidan boshlaysizlar. Dada, uyga kiraylik. Mayli o'g'lim, kiramiz. Qani? O'zi sellaganmidilaring bu uyda? Demak, Akbarning xotini shu ekanda. Labey dadasi, Farida, Samira uyga qaytyapti. Xudo uni olib kelyapti. Ularni yaxshi kutib ol. Samira-ya? Ha, Samira. Ha. Men hozir uyda emasdim, ko'chada edim. Ko'chada nima bor senga? Ular kelib qolgan bo'lsa nima qilamiz? Uyda kim bor? Baqirmang. Hozir taksidaman. Tez uyga bor. 10 daqiqada yetib boraman. Shohruh uyda. Ularni kutib oladi. Men qara uyga borganda Samiraga ortiqcha gapirib yurmagin. U seni bolang uchun qaytyapti. Voy xo'p. Hech nima demayman, xavotir olmang. Endi baribir ham kelardi-da. Otasini uyiga qancha sig'ardi. Ey, bo'ldi qil gap cho'zma. Sen tezroq uyga bor, men ham tezroq ishlarimni qilib uyga boraman. Xo'p. Iltimos, tezroq haydang. Xo'p bo'ladi. Aksi bo'ladi. Men ko'chaga chiqsam, har doim shunaqa bo'ladi. Oling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz dadajonim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aziz, siz bu yerda nima qilyapsiz? Shu bojam bilan bir gaplashib o'tirgani keldim-da. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Abror aka? Va alaykum assalom. Rahmat. Samira, kelib juda yaxshi ish qilibsiz-da. O'z siz oldingizga bojamni olib boraman deb o'ylab turdim. Mana dadajonim o'zi ham olib kelib turadi sizni. Bojam uni yuvish kerak. Uyda oying yo'qmi? Adang ishda ekan. Ha, dadam ishdalar. Oyim hozir kelaman deb ketdilar. Mayli. Dada, endi ketib qolmaylik-a? Bularni kutib bir mehmon olib ketaylik, maza qilib. Azizbek. Iltimos. Shohruh. Sen bilan alohida gaplashmasam bo'ladimi? Ha, mayli. Qani? Samira, meni xonamga olib. Ketdik. Samira, endi ketib qolmaysan-a? Yo'q. Men tuzalishga harakat qilyapman. Sen uchun ko'proq mashq qilyapman. Hali tuzalib ketasiz.
Samira qara bu kitobni o'qib chiqdim. Yaxshi. Bu ertak menga ham yoqadi. Samira boya siz bilan gaplasha olmadim. Mening ismim Shirin. Xursandman. O'zi bu uyda Guljamol ishlardi. U ketdimi? Bunisidan to'g'risi xabarim yo'q. Men malakali shifokorman. Akbarga menimcha shifokor qaragani ma'qul. Endi men shu yerdaman. Akbar akaga o'zim g'amxo'rlik qila olaman. Yaxshi. Men esa ularni davolashga harakat qilaman. Mayli, bo'lmasa men xalaqit bermang. Tashqarida bo'laman. Akbar 1 soatdan keyin dorilarni ichish kerak. Oh, Bu qiz sizga yaxshi qarayaptimi? yaxshi. Samira, sen bu ertakdagi malikaga o'xshaysan. Men mahluqman. Lekin men hali shahzodaga aylanaman. Keyin mendan uyalmaysan. Nima demoqchiligingizni sezib turibman. Bu yerda hali qiladigan ishlarim tugamagan. Xo'p. Samira keldi. Kennoying hamma gapdan xabardor. Endi menimcha qizimizni haqiqiy eri Akbar ekanligini odamlardan yashirishni foydasi yo'q. Shu haqda o'zi Ikrom bilan gaplashmoqchi edim. Uydamas ekan. Tushundim. Lekin bu haqida dadam nima derkanlar? Chunki o'zingiz bilasiz, Akbarni nogironligi haqida ko'pchilik bilmaydi. Ko'chada Ikrom akani o'g'li deb meni bilishadi. Endi bu haqida o'zingizlar kelishib olarsizlar. Yaxshi. Bu haqda men Ikrom bilan bafurja gaplashib olaman. Seni ham bergan va'dang yodingdan chiqmasin. Endi bu tomoshalar nihoyasiga yetsin. Xo'p. Yuring ichkariga kiraylik. Azizxon, Menimcha hovliga chiqib ketgan bo'lsalar kerak. Biz ko'rmay qolgan bo'lsak kerak. o'zi buni qayerda uchratding? O'zlari uyga mehmon bo'lib keldilar. Tushunarli. Yaxshimisiz aka? Rahmat. Uzr, sizni tanimadim. Men Samirani pochchasi bo'laman aka. Ismim Aziz. Tanishganimdan xursandman. Rahmat aka. Bu yerda juda ham chiroyli ekan-a? Mana shu hammasiga siz qaraysizmi? Ha. O'zim. Oila. Bu yerda necha yildan beri ishdingiz? Esimda ham yo'q, to'g'risini aytsam. Ancha yillar bo'lib ketdi. Shu yerdaman. Ha, yaxshi, yaxshi. Oyligingiz qancha?
Xudoga shukr. Yetib turibdi. Shunaqa deng. Bu hovliga ham osmuncha puli ketmagandir ha? Ha, shunaqa. Sir bo'lmasa qancha ketgan bilmaysizmi? Uzr. Men bilmayman. Yaxshi keldingizmi, xonim? Ha, bo'ladi, rahmat. Siz bu yerda nima qilyapsiz? O'zim bir chiquvdim-da aylanib. Qani yuring, ichkariga kiramiz. Bir piyola choy ustida gaplashamiz. Hozir Ikrom akam ham kelyaptilar. Marhamat. Hop, xudo xola. Kirsa kiraveramiz. Lekin holni zo'r quribsizlar. Menga juda yoqdi. Ajoyib odam ekan. Hozir Ikrom aka o'zini dardi bilan yuribdi. Buni tekshirishga hech kimning vaqti bo'lmaydi. Avariya bo'lgan, tishi singan deb yozdirib qo'yaman, tamom. Endi hujjatlarni o'zgartirsam bo'lgani. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Keldingizmi? O'zimni go'zalim. Kelganingizdan juda ham xursandman. Akbarjonsiz siz juda ham qiynaldi. Uni tushunib, qaytganingiz uchun rahmat. Dadangiz bilan keldingizmi? Ha. Mehmonxonada o'tiribdilar. Yaxshi. Qani yuringchi? Yuring siz ham Azizbek. Ha? Qani? Yuring. Assalomu alaykum quda. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Xudo yaxshimisiz? Rahmat. Qizimni olib kelib, meni juda ham xursand qildingiz. O'sha kuni sizlarga ortiqcha gapirib borganimdan rosa ham afsusdaman. Mayli. Demak, shunday bo'lish kerak ekan. Samira, sizlarning keliningiz. Uni haqiqiy uyi mana shu yer. To'ppa-to'g'ri aytasiz. Samiraxon kelinimiz emas, qizimiz-da, qo'sha qarishsin. Baxtli bo'lishsin. Inshaalloh. Hozir Ikrom akam keladilar. Menga qo'ng'iroq qildilar. Qudalarim ketib qolishmasin dedilar. Shu yerdamiz. Men oshxonaga qaray qolay oyijon. Ha, bora qoling qizim. Qani quda, o'tiring, keling. Aziz aka, marhamat. Qani xudo xola. Chiqing, o'tiring. Hozir. Qizim, Samira shu yerdami? Kechirasiz, singlim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Nima xizmat opajon? Menga shirin kerak edi. Fizioterapevtmi? Ha? Ular bugun ishga kelmadilar. Istasangiz o'rinlariga boshqa odam bor. Yuring ko'rsataman. Yo, shoshmang. Menga shirinning o'zi kerak edi. Yaxshisi, telefon raqamini bera qoling. Uzr, opajon, menda yo'q edi. Voy, Doston aka.
Bu ayol singlingizni so'rab kelibdilar. Ha, singlim nima? Ha, shunaqa. Men haligi Ha, men sizni yaxshi taniyman. Nafosat, siz ishingizga borishingiz mumkin. Rahmat sizga. Xo'p bo'ladi. Dadajon, yo'q bu yo'q chiqib ketdik, nima bo'ldi, tinchlikmi? Nima? Bu yerga ovqat yegani kelganmidingiz? Yo'q, shunchaki hurmatsizlik bo'lmasin dedim-da. Mehmonga kelganimiz yo'q. Vaziyat qaltis. Bunaqa paytda oraliq masofani ushlagan ma'qul. Qizim, Samira shu yerdami? Voy, ana onajonim jannatim keldi, ha? Hamma yoq rasvo bo'ldi endi. Siz bu yerda nima qilyapsiz? men shunchaki Oyim sizga hammasini yaxshilab tushuntirib qo'yganman degandilar. ha, tushuntirgandilar. Yaxshi. Menimcha yaxshi gapni tushunmaydiganga o'xshaysiz. Shunchaki qizimni bir ro'ga Nima? Qizim? Siz allaqachon qizingizdan voz kechib yuborgansiz. Uni shundoq ko'chada tashlab ketgansiz. Oradan shuncha yil o'tib endi qiz kerak bo'lib qoldimi? men qizimdan voz kechmaganman. Hey, bo'ldi bas qiling. Birinchidan, uni qaytib qizim deyishga haqqingiz yo'q. Ikkinchidan bo'lsa, Shirin sizni hech qachon onam deb tan olmaydi. Agar shunday bo'lgan taqdirda ham, men hech qachon bunga yo'l qo'ymayman. Siz qanaqa bag'ritosh odamsiz? Axir u meni qizim. Shirinning ham haqqi bor bularni bilishga. Men sizga yana bir bor qaytarib aytyapman. Shirinni qizim demang. Sizningcha u hozir sizni ko'rsa xursand bo'ladi, to'g'rimi? Sizni oldingizga yugurib kelishiga ishonyapsizmi? Ha, siz shunaqa o'ylayapsiz, to'g'rimi? Nima bo'lsa bo'lsin. Men undan kechirim so'rayman. Siz rostdan ham yaxshi gapni bilmas ekansiz, to'g'rimi? Hech bo'lmasa bir marta ko'ray, iltimos. Ey, menga qarang. Ishoning, bor kuchim bilan o'zimni qo'lga olib turibman. Sizga to'g'ri tushuntirishga harakat qilyapman. Hoziroq bu yerdan yo'qoling va qaytib kelishni xayolingizga ham keltirmang. Yo'qsa, o'ligingiz ko'chada qoladi. Meni tushundingiz deb o'ylayman. Tan olish kerak. Qahvani zo'r tayyorlagansiz. Rahmat sizga. Men qizimni bu uyda qoldirmayman. Narsalarini yig'ishtir, ketamiz. Tinchlikmi? Biroz o'tirib turing. Tushunmadim. Bu nima deganingiz? Tashqariga chiqish mumkin emas deyapman. Tinchlikmi, nima gap? Hozir vaziyat yomon. Mehmon kelgan. Xo'p, mehmon kelgan bo'lsa nima? Men Akbar xonasiga chiqmoqchiman. Akbar emas. Akbar aka, sizdan yoshi katta bo'lsa kerak. Aytgancha, aka demay qo'ya qoling. Juda ham yaqin bo'lib ketasiz. Hurmatini joyiga qo'yib, Akbarbekdek muomala qiling. Nima? Siz o'zi kimsiz bu yoqda? Haddingizdan oshib ketmayapsizmi? Men hazillashayotganim yo'q. Opa, xizmatkormisiz? Boringda ishingiz bilan shug'ullaning. Agar shu qilig'ingizni Ikrom aka bilib qolsalar bormi? Bilasizmi nima bo'ladi? Yo'q, xonimcha. Agar siz hozir shu eshikdan chiqsangiz, Ikrom akani o'zi siz bilan gaplashib qo'yadilar. Agar tavakkal qilgingiz kelayotgan bo'lsa, bemalol. Maslahatim shu uyda birozgina o'tirib turing. Men choy olib chiqib, vaziyatni bilib kelaman. Tushunmadim. Nimalar bo'lyapti o'zi? Tavba. Nima gap?
Nimaga chaqirding? Haligi Akbar akani oldida biroz o'tirib turing. Tinchlikmi nimaga? Yana tobi qochdimi? Yo'q, yaxshilar. Faqat xonadan chiqmasliklari kerak. Sabab? Dadam hali ketmabdilar. Buni ustiga oyim ham kelganlar. Sen nima qilmoqchisan? Bilmadim. Oldin shu vaziyatni bilingchi. To'xta. Sen uyingga qaytasanmi? Ketaymi? Yo, ketmaganim ma'qul. Gapiring. Menga baribir. Yo'q. Negadir ko'zlaringizdan hech ham o'xshamayapti. Keling qizim. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'l. Avval mehmonga uzatasiz qizim. Oyijon. Men choy ichmayman. Qizim, mevalardan to'g'rab qo'ying. Xo'p bo'ladi. Tushunmadim. Sen meni ustimdan kulyapsanmi? Nega oyi? Bu nima ma'navozchilik? Men senga ertalab nima degan edim? Nega qaytib kelding bu uyga? Haligi qizim, men senga gapiryapman. Ertalab nima degandim? Bor, narsalaringni yig'ishtir, ketamiz. Xudo, qo'ysangizchi bu gaplarni. Yo'q, qo'ymayman. Yetar endi shuncha chidaganim. Endi qo'ymayman. Jin ursini eng qiziq joyda chiqarib yuborishdi. Bu ketganim ham mayli, bu hozir kirib bosta qilmasam. Hozir qaynonam Samirani olib chiqib ketadi-yu. Shunday boy-bojamdan ajralib qolaman deb o'tirishda. Nima qilsam ekan ha? Feruza kelsa bu xonada men ham kirib olardim. Bu xotin qayerda yuribdi ekan o'zi? Ha, Zaka. Xotin qayerdasan? Men ko'chada edim. Ko'chadaligini bilaman. Qayerda yuribsan hozir? Qachon bo'shaysan? Hoziroq singlingnikiga yetib kel. Singlimnikiga? Ha, kuyovnikiga deyapman. Nega? Tinchlikmi? Tinchlikmas-da. Kelganingda ko'rasan. Hozir bora olmayman, ishim bor. Voy, seni ishing hech qachon tugamaydi-da. Chunki sizga o'xshagan bekorchi emasman. Bu nima deganing? Men nima deyapman, sen nima deyapsan hozir? Bo'pti, Azaka. Sal turib uyga qaytaman, o'shanda gaplashamiz. Qaqa ketasan? Uyga bas to'g'ri bu yoqqa kelsang bo'ladi-ku hozir. Xo'p, keyin gaplashamiz. Bo'pti. Bilasizmi, men hozir tug'olmayman. Feruza. Xullas, men shu qarorga keldim. Qisqasi, o'sha gap senim. Yana ham chuqurroq o'ylab ko'ring. Eringiz bilan maslahatlashib ko'ring. Bo'lmagan sababni deb bir insonni qotiliga aylanib qolishingiz mumkin. Keyin esa bir umr o'zingizni kechira olmaysiz. Ba'zida bu holatlar juda ko'p bo'ladi. Har doim bolasini o'ldirganlar afsus chekib shu yerga qaytib kelishadi. Lekin o'shanda kech bo'lgan bo'ladi. Xudo buva. Ha, Nafosat.
eshitaman labbay doston aka. Bundan keyin kimdir ko'chadan Shirinni so'rab kelsa, darrov uni Shirinni yoniga olib borib o'tirmang. Nega? Nima? Anavi ayoli qandaydir muammo chiqardimi? Yo'q, uni qo'ya turing. Muammo chiqqani yo'q. Lekin siz aytganimni qiling, xo'p? Qanday qilib? Axir bemorlarni qaytarib yubora olmayman. Yo'q, men bemorlar haqida aytganim yo'q. Shaxsiy ishi bilan so'rab kelganlar haqida aytyapman. Tushundim. Harakat qilaman. Ha, yana bir gap. Xo'sh. Shirin bilan aka singilligimizni boshqalarga aytib o'tirmang. Bu nima deganingiz? Axir shundoq ham ishxonada ko'pchilik biladi-ku. Bilmaydi. Shirin bilan aka singilligimizni sanoqli odamlar biladi. Shuning uchun siz bu narsalarni bilmaslikka harakat qiling. Bu sizdan iltimosim. Rahmat sizga. Xo'p. Tavba. Nimaga bu gaplarni menga gapirdi? Oyi. Men keta olmayman. Nega ketolmas ekansan? Ketasan. Sen dadangdan qo'rqma. Sen ko'nglingga quloq sol, bilganingni qil. Seni hech kim bu uyda yashashga majbur qila olmaydi. Bunga na meni, na dadangni, na boshqalarning haqqi bor. Bas qil. Bas qilmayman. Men qizimni bu uyda qoldirmayman. Qizing endi shu uyni kelini. Ortiqcha gap so'zga hojat yo'q. Yo'q. Qizim yolg'onni qurboni bo'ldi. Dadasi qanaqa qilib ko'ra bila turib, shu zulmatxonaga qizimizni tashlab ketmoqchisiz? Qizing ham endi shu xonadonning haqli a'zosi. Hali hammasi iziga tushib ketadi. Yo'q dedim. Men hech qachon bu narsaga yo'l qo'ymayman. Nima? Qizingni ajratmoqchimisan? Kerak bo'lsa ajrashadi. Lekin qizim bu uyda qolmaydi. Menga qara. Men do'stimga va'da berganman. Va'da bermaslik kerak edi. O'sha do'stingiz tuzuk odam bo'lganida sizdan bunday narsani so'ramagan bo'lardi. U odam sizga do'st emas, dushman bo'ladi aslida. Dushman. Dadasi. Abror yaxshimisan? Yaxshi. Aka. Aka. Ne? Nima gap? Chaqirsam qaramadingiz. Xayol surib qopman. Biror narsa kerakmi? Xotinim. Samira. Kelin hozir keladi. Sen kutib tur biroz. Oldiga boraman. U hozir ish qilyapti. Sal turib o'zi chiqsa kerak. Yo'q, boraman. Unga yordam beraman. Agar hozir borsang, unga xalaqit berib qo'yasan. Xo'p degan iltimos. Kel o'tirib tur. Agar chiqmasa, men o'zim chaqirib chiqaman, xo'pmi? Xo'p. Qani? Keldingizmi? Haligi qudalar Nega bunaqa o'tiribsizlar? Qudalarni bundoq noz ne'mat bilan darrov oshpashga unnab siylamadingmi? Qani Abror, o'tir. Biz mehmonga kelganimiz yo'q. Biz bu yerga Eshitdim hammasini. Eshitdim quda. Lekin bu janjallar hozir noo'rin bo'lsa kerak. Siz u bizdek oilalar janjallashib yursa uyat bo'lar. Undan tashqari allaqachon to'y o'tib bo'lgan bo'lsa, bekorga dilxiralik qilib bir-birimizni xafa qilganimizdan nima foyda? qanaqa to'y haqida gapiryapsiz? Bizni yosh bolada aldab o'tkazgan to'yingizni aytyapsizmi? Sayyora. Nima?
Gapim yolg'onmi? Bu yolg'on to'y edi. Ana o Surbet jiyaningiz bilan uyushtirgan tomoshangiz edi bu. To'y deb og'ziz to'ldirib gapirishga uyalmaysizmi? Nahotki siz shunchalik vijdonsiz bo'lsangiz. Men sizlarni aldaganim yo'q. Shunchaki biz do'stim bilan to'yni chiroyli o'tkazishni o'yladik. Mayli, endi biz qayta qolaylik. Men qizimsiz hech qayerga ketmayman. Uf, ichim siqilib ketdi. Shunda hovliga chiqib ketsam bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Menimcha siz juda bo'rtirib yuboryapsiz. Men bo'rtirganim yo'q, qizaloq. Qaytaga sizni qo'rqitib vormay deb qog'ozga o'rab gapiryapman. Yo'q. Siz hozir xuddi qudalar emas, dushmanlar qurol ko'tarib kelgandek vohma qilyapsiz. Bular undan ham battar. Bilasizmi nima? Siz bu uyni g'alvasini tasavvur ham qila olmaysiz. Yaxshisi bu yerdan tezroq keting, butunlay. Nega ketaman? Bu g'alvalarga aralashib qolmang. Boshi berk ko'chaga kirib qolmang deb aytayapman. Sizga yaxshilik qilmoqchiman. Nima meni shunchalik qo'rqoq qiz deb o'ylayapsizmi? Ey Xudo. Doim shunaqa. Nega menga hech kim ishonmaydi? Bular hatto meni qizimni ham haydab yuborishdi-yu. Opa, haydashgan bo'lsa qizingiz ham shunga yarasha hunar ko'rsatgandir-da. Yo'q. Aslida arzimagan narsa uchun haydab yuborishdi. Lekin bularning qahri rosa ham qattiq. Biz erim bilan bir umr shularning xizmatini qilganmiz. Aslida qarindoshdan ham yaqin bo'lib ketganmiz. Lekin bular shuni ham hurmatini qilishmadi-ku. Tashqaridan bular madaniyatli, bag'ri keng ko'ringani bilan, lekin ichlarida ajdarho yashaydi. Ayniqsa Farida opani. Samira, gapni ko'paytirgandan foyda yo'q. Bularni gapini eshitib o'tirsang bir umr baxtsiz bo'lib qolasan. Hoziroq aytganimni qil. Narsalaringni yig'ishtir, ketamiz. Narsalaringni ham olish keragi yo'q. Yur ketaylik. Hammasini yangitdan qilib beraman. Onasi dedim. Men do'stimga va'da berganman. Va'damdan qaytmayman. Unga bir jon qarzim bor. Qarz sizniki, bizniki emas. U payt qiziz ham, men ham yo'q edim. Nega bir asr avval dunyoni narigi chekkasida ikkalangizni o'rtangizdagi va'dabozlikka biz qurbon bo'lishimiz kerak? Sizlarning nima haqqingiz bor? Bizlarni hatto ko'rmay, bilmay turib taqdirimizni hal qilibsizlar? Ikkalangiz ham bu obro' odamlarsiz. Katta kompaniyalarning rahbarisizlar. Endi menga vijdonan javob beringlar. Shunday qilishga sizlarning haqqinglar bormi? Bular-ku mayli, dadasi. Siz qanday qilib qizimizni mana shu zulmatga ravo ko'ryapsiz? Xullas, gap shu. Qizimsiz men hech qayerga ketmayman. Yoki Samirani olib ketaman, yoki shu uydan meni o'ligim chiqadi. Dada. O'g'lim, ke bola. Ha, dadasi. Keldingmi xotin? Nima qilyapsiz? Nima qilardim? Tuxum qovurib o'tiribman, qorin to'qlay deb. Endi bizning xotinimiz biznes lady bo'lsa, erga qarashga vaqt yo'qda. Yana boshlamang, iltimos. O'zi qayerdan kelyapsan? Ko'chadan ozgina ishlarim bor edi. Ey Xudo, bu xotin bo'lib bir eringga hisob berishgan holing yo'q-a? Janjallashga rosa tayyorgarlik ko'rganmisiz deyman-a?
Yo'q ey. Boya bekor ertaroq kelmading-da. Nimaga? Boya qudalarnikiga boruvdim. Nega u yerga bordingiz? Dadam bilan Samirani tashlagani boruvdik. Endi hammasini hal qilib chiqaman deganimda oying kelib qolsa bo'ladim. Keyin nima bo'ldi? Keyin nima bo'lganini o'zing o'ylab ko'raver bu yoqni endi. Nima bo'ldi? Oyim Samirani yana qaytarib olib keldilarmi? Yo'q, qaytarmoqchi bo'lib ichkariga kirib ketdi-da, keyin qolgan narsadan xabarim bo'lmadi. Dadam haydab soldi meni. Aniqrog'i shunday qilib muomalani qilib chiqarib yubordi. Ha, to'g'ri-da. Bunaqa noqulay vaziyatda nima bor sizga u yerda? Yo'q, sen tushunmayapsan. Oying xato qilyaptilar-da. Ochiqni aytsam, noshukrlik qilyapti. Shunaqa boy, shunaqa kelishgan, shunaqa ideal kuyovni qayerdan topadi oying? Aytib qo'y, agar ajrashib ketsa, baribir bir kun kelib afsus qilasizlar. Samira, sen ketasanmi? Akbar aka, bolam. Akbar aka, bolam. Akbar aka. Tezroq shuni olib kel. Sizga nima bo'ldi? Voy, suv olib keling tez. Bechora qizimni shu ahvolga solgandan ko'ra, o'sha paytda o'lib ketganingiz yaxshiroq edi. O'zi senga o'xshagan xotinlarni o'ldirish kerak. Nima qilyapsan bu yerda? Ikromning aybi yo'q. U hali go'dak. Meni deb qizim baxtsiz bo'lmasligi kerak. Bolani abort qildirgani borganda. Aytdim-ku, bu uyga boshqa kelmaganingiz yaxshidir. Iloji boricha bu oiladan uzoqroq yuring. Mana shu ko'zlarim bilan o'zim ko'rdim. Oying seni olib ketaman deganlardan keyin ich-ichimdan qayta birga bo'lamiz degan umid paydo bo'lgandi. Men qolaman dedim, sizga eshitmadingizmi? Kim aytdi o'zi sizga men baxtsiz deb? Sen bu yerda mana bu majruh bilan Oyi, bas qiling.